yagona oila mushtarakligi, yurt ravnaqi yo'lidagi xayrli ishlar, ajdodlar ruhiga sadoqat, vatanga mehr muhabbat oliy janob fazilatdir. Ezgu maqsad aql zakovat idrok ila barkamollik sari yetaklaydi. Yuksak ma'naviyat esa yurt taraqqiyotini belgilaydi. Tarixan tashkil topgan millat hamisha ma'naviyatlidir. Bularning hammasi millat va ma'naviyat eshtirishida. Millat va ma'naviyat eshtirishida. Azizlar, dasturimizni millat va ma'naviyat eshtirishi bilan davom ettiramiz. 21-asr yuksak intellektual salohiyatli, zamonaviy bilim va malakaga ega, yangicha dunyoqarash va mustaqil fikrli mutaxassislar asri. Bunday avlodni tarbiyalashda ustoz murabbiylarning xizmati beqiyos. Muallim oddiy inson emas, u ilm ziyo, tafakkur va hikmatlar timsoli. O'qituvchi, ustoz. Barchamizning qalbimizga yaqin bo'lgan bu so'zlar zamirida katta ma'no va mazmun mujassam. Zero har qaysi inson o'qituvchining qo'lida savod chiqaradi, murabbiy va ustozdan ta'lim oladi, tarbiya topadi. Bugun biz biron kasbni egallab, vatan va el koriga yarayotgan ekanmiz, avvalo ustozlarimizdan minnatdor bo'lmog'imiz lozim. Aziz radio tinglovchilar, yodingizda bo'lsa, o'tgan eshittirishimizda Chirchiq davlat pedagogika universitetida tashkil etilgan yosh olimlar klubi haqida so'z yuritib, mavzuni bugun davom ettirishga kelishib olgan edik. Bugungi shiddatli global jarayonlar ketayotgan bir davrda yoshlarda vatanga muhabbat, qadriyatlarga sodiqlik, ilm-fanga hurmat ruhining shakllantirish jamiyatimiz mafkurasining tayanchi bo'g'inlaridan biridir. Zero yoshlar kelajagimiz, ertangi kunimizning suyanchig'i va tayanchidir. Gumanitar fanlar fakulteti, O'zbek tilshunoslik kafedrasi dotsenti, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Qodirjon Mo'ydinov rahbarlik qilayotgan ilmiy tadqiqotlar klubida yuqori natijalarni qo'lga kiritayotgan faol talabalar ko'pchilikni tashkil etadi. Bu haqda Qodirjon Mo'ydinov va talabalar o'zlarining mulohazalarini bildirganlar. Tinglaymiz. Bugun O'zbekistonda ta'limga, fanga alohida e'tibor qaralayotgan bugungi kunda hurmatli prezidentimiz tomonidan talabalarni tahsil olishi uchun juda katta ko'lamli islohotlar olib borilyapti. Davlat ta'lim muassasalari bilan birga nodavlat ta'lim muassasalari ham bugun o'z faoliyatini yurityapti va har qaysi tashkilotning, muassasaning o'ziga yarasha talabalari bor. Talabalar kontingenti bugun juda katta yoshlarni tashkil etadi. Boshqa oliy ta'lim muassasalarida ham bo'lishi mumkin, buni inkor etmaymiz, chunki bugun yoshlarga berilayotgan e'tiborning natijasi sifatida, lekin alohida mamnuniyat bilan va faxr bilan aytishimiz mumkinki, Chirchiq davlat pedagogika universitetida hurmatli rektorimiz boshchiligida talabalar uchun barcha imkoniyatlar eshigi ochilgan. Bu yerda faoliyat yuritayotgan professor o'qituvchidan tortib ishchi xodimlargacha, hatto talabalarning o'zigacha ta'lim olish uchun juda katta imkoniyatlarni yaratib olishgan. Hattoki ochiq osmon ostida nomi bilan dars beruvchi, dars oluvchi imkoniyatlar ham yo'lga qo'yilgan. Shu yaratilgan imkoniyatlar boshqa yutuqlarning qatorida gumanitar fanlar fakulteti tarkibida klublar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Dekanimiz boshchiligida hatto klublarni kuzatib, talabalarning qiziqishlaridan kelib chiqib, o'qituvchilar tomonidan yo'lga qo'yilgan bu klublarda turli fan o'qituvchilari, ilmiy tadqiqot olib borayotgan izlanuvchilar, doktorantlar, magistrlar darslarini, fikrlarini berib borishadi. Talabalarimiz menimcha mamnun. Shularning qatorida ilmiy tadqiqot nomi ostida ham klub faoliyat yuritadiki, bu klubda asosan talabalarimiz va magistrlarimiz ilmiy tadqiqot ishini olib borish uchun o'sha boshlang'ich nuqtadan boshlab harakatlarni boshlashadi. Ularga kerakli tushunchalarni yetkazib berish bizi vazifamizga kiradi. Endi ilmiy tadqiqot klubining o'zini nizomi bor. O'sha nizomning asosida o'quv dasturi, rejalarini qilib olganmiz. Oylar bilan albatta talabalarning qiziqishidan kelib chiqqan holda reja tuzib olganmiz. Va o'sha reja asosida talabalarimizni tetapoya qadam tashlab kelayotgan paytda ilk maqola yozishdan boshlaymiz. Talabalarimiz o'zlari yozgan maqolani klub a'zolarining hukmiga havola etishadi, o'qib berishadi. Birgalikda tahlil qilamiz. Ehtimol
e'tirozli o'rinlar bo'lsa munosabatni asosli ravishda ilmiy asosda tushuntirib berishga harakat qilamiz va natijada talabalarimiz tahlilni o'rganishyapti. Badiiy matnning lingvistik tahlilini o'rganishyapti. Shu bilan birga o'zbek tilini uslubiga nihoyatda hushyorlik bilan munosabatda bo'lishyapti deyishimiz mumkin. Bugungi kunda Talabalar akademiyasi qoshidagi ilmiy tadqiqot klubi doirasida 30 dan ortiq faol talabamiz bor, lekin klub chegaralanmagan, talabalar kelib qatnashishi mumkin. Bular doimiy, muntazam ishtirok etib, o'zlarini ilmiy maqolalari bilan nafaqat respublika, balki xorijiy jurnallarda maqola, tezislar bilan qatnashayotgan talabalarimiz. Masalan, shu ilmiy tadqiqot klubida birinchi bosqich paytidan yaxshi o'qib, o'zini maqolalari bilan boshqalarga namuna bo'lib kelayotgan qizlarimizdan mana Gulsevar qizimiz, Sevinch qizimiz, Rushana Abdurahmonova qizlarimizni men faxr bilan tilga olaman. Hattoki kunlarning birida Abdurahmonova Rushana tomonidan chop etilgan maqola boshqa ta'lim muassasasini professor o'qituvchilarining e'tirofiga tushganligini klubda biz aytib o'tdik. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu yerda talabalarni nofaol deya olmaymiz, chunki talabalarimizning soni qanchalik bo'lishidan qat'iy nazar klublarda faqat iqtidorli, boshqalarni iqtidorsiz deya olmaymiz. O'zini ustida ishlayman deydigan, qiziqadigan, muayyan bir o'ziga talabni qo'yadigan talabalar yig'ilgan. Shuning uchun bularning hammasi biri boshqasidan kam bo'lmagan holda ilmiy yutuqlarga erishyapti. Namunali xulqi bilan, o'zini bilimi bilan nafaqat talabalar orasida, balki professor o'qituvchilarning ham hurmatini topishga ulgurishgan deyishimiz mumkin. Talabalarimizdan Rushana Abdurahmonova o'zbek tili diniy leksikasi bo'yicha ko'proq ishlarni olib bordilar. Nafaqat bu bilan, balki toponimlar bilan shug'ullanishyapti, joy nomlari bilan. Marhamat, endi buni o'zlari aytib ko'rsin, qani bu guruhga kelib, klubimiz faoliyatida nima olishdi-yu, nima yo'qotdilar? Said Ahmadning topganlarim va yo'qotganlarim deymiz, o'shanga o'xshab nima topdik, nima yo'qotdik, endi o'zlaridan eshitib ko'rsak. Marhamat. Juda ham yaxshi. O'shani o'qituvchilarni qaysi jihatlari sizlarni ko'proq shu intilishga, yutuqlarni qo'lga kiritishga yoki o'z ustingizda yanada ko'proq ishlashingizga majbur qiladi yoki havas uyg'otadi? Shular xususida ham aytib o'tsangiz yaxshi bo'lardi. Assalomu alaykum. Kattakon rahmat. Men Abdurahmonova Rushana 3-bosqich talabasiman va hozirgi kunda Talabalar akademiyasi qoshida faoliyatini olib borayotgan ilmiy tadqiqot klubi a'zosidanman va ushbu tadqiqot klubida qatnashayotganimdan juda ham mamnunman. O'zimning ilmiy rahbarim Qodirjon Mo'minov domlaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sababi shu vaqtgacha o'zlari menga ko'mak berdilar va bir qancha maqolalarimni chop ettirdilar va shu sababli hozirgi kunda akademiyada faol a'zosi sifatida rag'batlantirildim. Shu o'rinda aytib o'tmoqchimanki, har bir talabaga bir ko'makdosh kerak bo'lgani kabi ilmiy rahbarni ham to'g'ri tanlash bu o'zining ilmiy faoliyatida kerak bo'ladigan bir ustun sifatida ham aytib o'tishimiz mumkin. Sababi bizning ilmiy rahbarimiz faqatgina universitet va darslar doirasida emas, balki undan tashqari o'zimizning o'qishimiz, bilim olishimiz kabi ta'lim yo'nalishlarimizni ham nazorat qiladilar va shu sababli biz shu natijalarga ega bo'lib turibmiz. Biz ilmiy rahbarim bilan shu vaqtgacha soha tili leksikasini o'rganish muammolari haqida ko'proq maqola yozdik va ularni tematik jihatdan bo'lganda badiiy asarlardagi yo biz shu vaqtgacha o'qiyotgan kitoblarimizdagi leksemalarni tematik jihatdan ajratib chiqdik. Masalan, ulardan biri diniy atamalar bo'lishi mumkin, chunki biz ularni sinonim yoki antonim jihatdan bo'ladigan bo'lsak, ular turli xil ko'rinishda kelishi mumkin. Masalan, biz bilgan masjid so'zi sinagoga yoki cherkov so'zi ma'nosida kelib, ular sinonim sifatida kelib, bizning leksemalarimizga yangicha bir rang kiritish ham mumkin. Biz ko'proq shu soha tili mavzusida maqola yozganimiz sababli ko'proq shu mavzuga qiziqaman. Hozirgi kunda eng katta maqsadlarimdan biri bu olib borayotgan ilmiy ishimizni yuqori bir darajaga olib chiqib, magistr sifatida ta'lim olish va undan keyingi bosqichlarda o'qishni maqsad qilib qo'yganman. Qisqa qilib aytganda, Chirchiq davlat pedagogika universiteti talabasi bo'lganimdan faxrlanaman. Sababi agar shu universitetda xuddi shunday klublar bo'lmaganda yoki o'qituvchilarim menga ko'mak bermaganda yoki rektorimiz ushbu tashabbus
bilan chiqmaganlarida men bunday muvaffaqiyatga ega bo'lmagan bo'lar edim. Fursatdan foydalanib, biz ushbu klub a'zolari va ushbu universitet talabalari, universitetimizning barcha o'qituvchi va ustozlariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat, sog' bo'ling Qodirjon aka. Klubimizda mana birinchi kurs talabalari juda faol qatnashadi. O'shalardan biri Hikmatullayeva Sevara o'zini bilimi bilan, xulqi, odobi bilan boshqa talabalardan ajrab turibdi. Hozirgi kunda bu qizimiz ham yaxshi maqolalar yozishga kirishgan. Men kelajakda bu kishimizni o'qishlariga, ilmiy ishlariga zafarlar tilayman. Marhamat. Demak, talaba qizimiz Sevara xon bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat Sevara. Assalomu alaykum. Men Chirchiq davlat pedagogika universiteti o'zbek tili adabiyoti yo'nalishida birinchi bosqich talabasiman. Men ilmiy rahbarlik uchun ustozimni tanladim. Maqolam uchun ham o'zlari mavzu berdilar. Menga Tohir Malik ijodi iboralarining qo'llanishi degan mavzuni berdilar. Men bu mavzuda maqola yozdim va buni ustozimga ko'rsatishdan oldin 3-bosqich talabasi Rushan opamga ko'rsatdim. Ular tahrir qilib berdilar. Tahrir qilib bergandan keyin domlamizni o'zlariga ko'rsatdim. Sevara, endi shu klubda talabalarning o'zaro muhokamalari bo'ladimi? Qaysidir mavzuda yoki o'sha tanlangan mavzularda? Ha, talabalar klubimizda bo'ladi. Ataylab bir mavzu olinmaydi. Hammani qiziqishidan kelib chiqib biror mavzuda muhokama yuritamiz. Bu juda ham qiziq bo'ladi. Darslarimizdan so'ng bo'ladi va vaqtimiz unumli o'tadi. Umuman zerikish bo'lmaydi. Mana ba'zan shunaqa voqealar haqida eshitib turamiz. Ayrim talabalar gapirib berishadi-da. Shu darsdan keyin bo'ladigan ba'zi tadbirlarda talabalarni majburan qatnashishlari talab etiladi. Agar klubni nazarda tutadigan bo'lsak, shunday bo'ladimi klubda ham? To'g'risini aytavering. Yo'q, bizning klubda unaqa bo'lmaydi. Biz o'zimiz xohlab turamiz. Masalan, men o'zimning guruhimda ham 30 kishi bo'lsak, hammamiz qatnashamiz deb turamiz. Har doim domlaga ayting, bizani ham qo'shsin klubga. Biz ham qatnashaylik domlaning darslariga deb rosa so'rashadi. Demak, talabalarni majburiy tadbirlarga qatnashtirishmaydi universitetda. Hamma o'zi xohlab, o'zi xohlagan mavzuda qatnashadi. Demak, erkinlik yaxshi. Juda ko'p klublarda turli loyihalar ustida ish olib boriladi. Sizlarni klubingizda qanday hamkorlik loyihalari bor? Boshqa oliy o'quv yurtlari ustozlari yoki talabalari bilan birgalikda amalga oshiriladigan? Bizda ham bor. Shaxsan ustozimizning o'zlari boshqa universitet rahbarlari bilan yaqinda o'tkazdik. Nizomiddin aka Mahmudovning darslarini onlayn tarzda Zoom qilib, shunaqa zo'r qilib o'tib berdilar. Biz rosa ko'p narsa oldik. Til haqida, millat haqida hamma narsalarni yoritib berdilar. Keyin biz ustozimizning darslariga biz qiziqib kelamiz. To'g'risi, kelmaydigan o'quvchi ham aynan ustozimizning darslariga albatta ustozimiz darslarini bir xil olib bormaydilar, noanaviy olib boradilar. Tanlov qo'yadilar. Qanday olib borsam yaxshi sizlarga, oddiymi, noodatiymi deb. Bizda butun guruh tanlashadi, noodatiy olib boring, bizga qiziqib kelaylik deb. Qodirjon aka, bizni O'zbekistondagi desak tor bo'lib qoladi, O'rta Osiyodagi eng kuchli zabardast olimlardan biri. Bugungi o'zbek tilshunosligining otaxon olimi, filologiya fanlari doktori, professor, ayni paytda O'zbek tili adabiyoti va folklori institutining direktori Nizomiddin aka Mahmudov haqida gap ketyapti. Domlarini, seminarlarini onlayn qo'yamiz, keyin domlani Telegram orqali berayotgan darslarini, ma'lumotlarini biz talabalar bilan bo'lishib, kuzatib boramiz. Albatta, undan biz ko'p ma'lumotlar olamiz. Bu fursatdan foydalanib men ustozim Nizomiddin aka Mahmudovga mustahkam sog'liq, biz shogirdlarning ardog'ida hamisha xursand bo'lib yurishlarini Yaratgandan so'rab qolamiz. Ustozga men o'zim nomimdan, talabalarimiz nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Bu klubning yana bir a'zosi Ma'rufjon bor ekanlar. Demak, universitet Telegram kanali haqida fikrlarni bildirmoqchilar. Ma'rufjon, o'zingizni to'liq tanishtirasiz? Avvalambor assalomu alaykum. Xush kelibsiz yana bir marotaba. Va alaykum assalom, rahmat. Ma'rufbek Xolmatov o'qtam o'g'li, Chirchiq davlat pedagogika universiteti gumanitar fanlar fakulteti o'zbek tili birinchi bosqich talabasiman. Hozirgi davrda ilmga bo'lgan ishonch yanada kuchaymoqda. Va shu jumladan bizlarga ham mana shunday ilmlarni o'rgatayotgan ustozlarimizga avvalambor rahmat aytaman. Ayni vaqtda internet borasida ko'plab zamonaviylashuv ommabop bo'lib bormoqda va bizning mana shu klubimiz ham o'zini ijtimoiy tarmoqlarda, shuningdek Telegram sahifalarimizda ham keng ko'lamda yoritib bormoqdamiz. 2023-yildan mana shu guruh asos solingan bo'lsa, 2025-yil oktyabr oyidan boshlab ustozimiz Qodirjon Mo'ydinov tomonidan taklif bildirildi. Yaratuvchi sifatida men Ma'rufbek Xolmatov va ustozimiz Qodirjon Mo'ydinov birgalikda yangi kelajak va maqsad degan ilmiy guruh
tashkil qildik va bu guruhimizda Telegram kanalimizda 30 dan ziyod talabalar ishtirok etadi. Ayni vaqtda biz universitet miqyosida darslardan tashqari, darslarga xalaqit bermagan holatda to'garagimizni yo'lga qo'ydik va to'garagimiz mobaynida dars bo'layotgan vaqtda ko'plab qiziqarli kino yoki audio yozuvlarni biz tahlil qilish maqsadida qiziqarli o'yinlar tashkil qildik. Ammo bu o'yinlar va tashkilli ishlar faqat darsni o'zida bo'lganligi uchun bu ko'p yoddan chiqib ketib qoladi. Mana shu maqsadda biz Telegram kanalimizda kunlik olib borilayotgan darsliklarni va video yozuvlarni qo'yib, talabalarda qanday kamchiliklar va nuqsonlar bo'layotganligini o'zlari ko'rib, muhokama qilib, darslarga kreativ yondashish maqsadida mana shu guruhimizni tashkil qildik va talabalar o'rtasida ham mana shu katta muhokamaga sabab bo'ldi va o'ylaymizki, barchaga qulay va ijobiy natijaga olib keldi deb o'ylaymiz. Demak, inson hayoti davomida bir yaxshi natijalarga erisha boshlagandan keyin unda o'ziga bo'lgan ishonch ham ortib boradida, yangi rejalar tug'iladi, yangi loyihalar ustida bosh qotiradi. Mana siz birinchi bosqich talabasi ekansiz. Avvalo sizni talaba bo'lganingiz bilan tabriklayman. Rahmat. Ishlaringizda rivoj tilayman. Yana qanday yangi rejalarni yoki yangi loyihalarni rejalashtiryapsiz? Savol uchun kattakon rahmat. Ayni vaqtda men mana shu Chirchiq davlat pedagogika universitetiga o'qishga qabul qilinganligimdan juda ham mamnunman va ko'plab yoshlarni ilmga jalb qilayotgan mana shunday universitetlar ko'pligidan yana bir karra faxrlandim. Masalan, o'zimdan qiyos qilib aytadigan bo'lsam, men maqola yozish bo'yicha hech qanday ko'nikma, malakaga ega emas edim. Ustozimiz Qodirjon Mo'ydinov bizga maqola bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar bo'yicha bizlarga tushuncha berdilar va joriy yilning 24-oktyabr kuni yangi O'zbekistonda filologik ta'limning dolzarb muammolari, yechimlari va istiqbollari mavzusida universitetimiz miqyosida xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi va o'sha konferensiyada ham men qatnashishga musharraf bo'ldim va bundan juda ham katta quvondim. Konferensiyada mening ham o'zbek tilida sport leksikasi haqida maqolam chop etildi va men bundan juda ham xursand bo'ldim. Muhtaram radio tinglovchilar, siz Chirchiq davlat pedagogika universiteti gumanitar fanlar fakulteti o'zbek tilshunoslik kafedrasi dotsenti, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Qodirjon Mo'ydinov hamda yosh tadqiqotchilar klubi a'zolarining fikr mulohazalarini tingladingiz. Har ko'ngil bir jahondir deya bejiz aytmaydilar. Katta vujudimizni ushlab turgan mitti yurakni bir o'zimiz ko'tara olmaymiz, uni ko'plashib ko'taramiz. Ko'tarayotganlarning eng oldingi safida ustoz Qodirjon Mo'ydinov singari fidoyilar boradi. Shundaylar omon bo'lsin. Biz ular boshlagan ezgu va xayrli ishlarga muvaffaqiyatlar yor bo'lishini tilab qolamiz. Shuning bilan bugungi millat va ma'naviyat eshittirishni yakunlaymiz. Eshittirishni jurnalist Shokirjon Siddiqov tayyorladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Dasturimiz esa davom etadi. O'zbekiston yoshlari keling birdam bo'laylik, ota va onamizga biz ham yordam beraylik. O'zbekiston yoshlari, O'zbekiston yoshlari keling birga bo'laylik, O'zbekiston yoshlari.
O'zbekiston yoshlari keling birdam bo'laylik, ota va onamizga biz ham yordam beraylik. O'zbekiston yoshlari, O'zbekiston yoshlari keling birga bo'laylik, O'zbekiston yoshlari. O'zbekiston yoshlari keling birdam bo'laylik, ota va onamizga biz ham yordam beraylik. O'zbekiston